Bugungi kunda eng dolzarb bo'lgan muammolardan biri bu uy olish. Tan olish kerak, ko'pchilik uy olaman deydi, pul yig'adi, lekin internetda OLX saytlarini qarab, uy narxlarini ko'rganda yana uni kayfiyati tushib ketadi. Chunki o'zini yig'ib qo'ygan jamg'armasi bu uyni xarid qilishga yetmaydi. Hattoki shu uyni boshlang'ich to'loviga ham. Buni qanday qilib to'g'rilash mumkin? Shuni hozir birgalikda aynan siz bilan ko'rib chiqamiz. Siz o'z daromadingizdan xarajatlaringizni ayirgan holatda jamg'arma hosil qilasiz. Bu jamg'arma ertaga 2x, 3x ga oshadi. Lekin qandaydir muammo tufayli, misol uchun mashinangizni remonti chiqib qoladi, farzandlaringiz kasal bo'ladi, o'zingiz yoki yaqinlaringiz kasal bo'lib qolishi mumkin va shu kabi muammolar orqali haligi jamg'armangiz yana ketib qoladi. Va sizni uy olishdagi yig'gan jamg'armangiz nol qiymatga tushib qoladi. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Ko'pchilikning xatosi ayni shu orzuni orzuligicha qoldirishi. Bu orzuni birinchi navbatda maqsadga aylantirish kerak. Qanday qilib? Siz o'z orzularingizni har doim raqamlarda ko'ring. Misol uchun, uy olmoqchiman. Xo'sh, qanday? Nech xonalik? Nech pullik? Qayerdan? Xuddi shu savollarga o'zingiz javob bergan holatda o'zingizning maqsadingizni qo'ying. Ya'ni o'z orzularingizni maqsadga aylantiring. Maqsadlar esa raqamlarda ko'rinadi. Shunday qilib sizda aniq strategiya bo'ladi. Bu strategiya orqali siz kelajakda o'zingizni qo'ygan maqsadingizga erishish ancha oson bo'ladi. Xo'sh, buni qanday qilamiz? Siz uy olmoqchisiz. Bundagi asosiy muammo maqsad yo'qligi deb aytdik yuqorida. Endi keyingi muammo birgalikda harakat qilmaslik. Ya'ni sizni bu qo'ygan maqsadingizga siz oilaviy birgalikda harakat qilishingiz kerak. Bunga sizni ayolingiz, farzandlaringiz ham birdek mas'ul. Qaysi ma'noda? Ular sizga pul olib kelib berish kerak emas. Ular xarajatni kamaytirishni o'zlariga vazifa qilib olishlari kerak. Ya'ni maqsad bitta bo'lishi kerak. Bu yoqda siz pul topib kelasiz, uy olaman deb, oilada esa farzandlaringiz uni olib bering, buni olib bering yoki ayolingiz bo'lsa, men bu xarajatlarimga pul bering deb turgan vaqtda siz bu maqsadingizga erishishingiz qiyin bo'ladi. Shuning uchun ham maqsad birligi juda ham muhim. Endi 3-navbatda pullaringizni har doim milliy valyutada emas, pul qiymatiga teng bo'lgan birliklarda, misol uchun tillada yoki boshqa valyutada saqlang. Chunki so'mda saqlangan valyuta qadrsizlanish imkoniyati juda ham katta. Ya'ni uyda yig'ib qo'ygan pulingiz o'z-o'zidan qiymati tushib ketib qoladi. Endi bu muammolarga qanaqa yechim bersak bo'ladi? Birinchi yechim, siz o'zingizni shaxsiy moliyangizni yo'lga qo'ying. Xarajatlaringizni nazorat qilib boring. Daromadlaringizni oshirishga harakat qiling. Misol uchun, siz ortiqcha xarajatga duch kelib qolsangiz, bu degani siz qolgan xarajatlaringizni qisqartirishingiz kerak degani emas. Siz daromadingizni oshirishga harakat qilishingiz kerak. Keyingi navbatda yuqorida aytganimizdek, orzuni maqsadga aylantiring, raqamlarda ko'ring. Misol uchun, 2 xonalik uy hozirgi kunda Toshkent shahrida nech pul? Taxminan olganda 50 ming, 60 ming dollar. Buni so'mga chaqqan holatda siz bu maqsadingizga necha yilda erishmoqchisiz? Deylik 3 yil yo 4 yil. Ayni shu yillarni oylarni kunlarga bo'lgan holatda o'zingizga aniq maqsad qo'ying. Men shu oy misol uchun 10 million so'm pul topishim kerak. Bu 10 million so'm pul sizni ham xarajatlaringizga, ham maqsadingizga erishish uchun yetarli bo'lishi kerak. Shunday qilib, siz bu maqsadingizga erishishingiz juda ham oson bo'ladi. Ko'pchilik insonlar aynan uy olish yoki boshqa qimmatbaho narsalarni olishda davlatdagi pul tanqisligi, narxlar oshishini ro'kach qilishadi. To'g'ri, hozirgi kunda O'zbekiston sharoitida narxlar deyarli oldingi yillarga qaraganda qisman ko'tarilgan. Lekin bu degani kelayotgan daromad kamaydi degani emas. Daromad ham xuddi shunga mos ravishda oshib bormoqda. Misol uchun, o'rtacha oylik ish haqi oldingi yillarga nisbatan ancha oshgan.
Shunday ekan, bu narsani ro'kach qilish, ya'ni bu narsani sabab qilib ko'rsatish hozirgi kunda biroz uyatli hisoblanadi. Ya'ni narxlar oshib ketishi yoki boshqa narsalar. E'tibor beryapsizmi? Ko'chmas mulkni narxi yildan yilga oshib bormoqda. Lekin uy oladiganlar soni ham yildan yilga ko'payib bormoqda. Ular bu pulni qayerdan topishyapti? Qanday qilib topishyapti? Hech qiziqib ko'rganmisiz? Ularning farqi shundaki, aynan sizdan. Ularda to'g'ri strategiya borligi, ya'ni ular o'z pullarini to'g'ri nazorat qila olishadi. Xuddiki otning ustida o'tirgan va uni ipini o'ziga bo'ysundirgan, ya'ni otni o'ziga bo'ysundirgan kabi o'z pullarini ham o'ziga bo'ysundirgan, jilovini ushlay olgan. Shunday qilib ular aniq strategiya orqali bu maqsadlariga erishishadi. Siz ham hali vaqt borida o'z shaxsiy moliyangizni yuriting. O'z xarajatlaringizni to'g'ri hisob-kitob qiling. Daromad keltiradigan manbalarni ko'paytiring. Ortiqcha xarajatlardan chetlaning. Bu gaplar xuddi bir kitobda aytilgan yoki ko'pchilik odamlar tomonidan aytilgan gaplarga o'xshashi mumkin. Lekin ayni shu narsalarni siz amalda qo'llasangiz, ishoning, maqsadlaringizga erishishingiz juda ham oson bo'ladi. Bundan ham ko'p moliyaviy ma'lumotlarni, bilimlarni olmoqchi bo'lsangiz, hoziroq mani sahifamga obuna bo'lib qo'ying.